shoh va butun Rusning ulug' knyazi ta'zim bajo aylaydi. Axir odamga o'xshab so'zlasang tushunaman-da. Qaysi Boris shohni aytyapsan? Unga yo'l bosan. Borisga shoh emish. Dog'ida uni qilmishi badkirdorlikdan iborat edi. O'zi podshohlik qilib hamma narsaga ega chiqmoqchi bo'ldi. Bu qilmishi uchun o'limga mahkum. Ha, qaysi makinenman? Ana vatanin taniydi. Qada, axir ular lipirilik-ku. Ana onasi vatanin, keksa vataninin o'g'li. Ikkinchisi Anti Ixalaynen, Anna Lizani eri. Bir vaqtlar tikuvchi Taqva Kanenen unga uylanmoqchi bo'lgan. Hammasi tushunarli. Ma'lum bo'lishicha, ayblanuvchilar Partenenning gapiga kirib ish ko'rishgan. Ular hech qanday jinoyat qilmaganliklari uchun bo'shatib yuborilsin. Ammo Partenenni o'zi kelib butun gunohni bo'yniga olganini hamda politsiyaning ishiga xalal bermoqchi bo'lganini nazarga olib, toki ish tergovga oshirilguncha uni politsiya uchastkasining qamoqxonasiga qamab qo'yilsin. Qadar odam xotini bilan qiziqmasa-ya? Malla u Molchinovskiy, axir eslab olgin, Molchinovskiy. Yakin bu talant nima qayerda turasizlar deb so'radim. Bugun biz u bilan Gagraga ketyapmiz, syomkaga joy topish uchun. Kelganimizdan keyin unga kvartira berishadi. Hay yaxshi, yana bitta ichaman-da ketaman, ishga borishim kerak. Lekin ikki og'iz gapirmoqchiman. Bilasizmi? Mana siz topilmaydigan odamsiz. Shahzodalikni juda o'rniga qo'yarkansiz, lekin bitta kamchiligingiz bor ekan, janob oliylari. Anchagina feodal ekansiz. Masalan, xotinlaringizni haramda saqlab, o'z ixtiyorlariga qo'ymas ekansiz. Axir ular ham odam, bola chaqali bo'lishni xohlashadi. Ularga erkinlik berishingiz kerak. Va buyuk knyaz, yozdim. Vergul, sekretarimiz qayoqqa gumdon bo'ldikina? Xo'sh, nima to'palan o'rtoqlar? Sizdan so'rayapman azizlar. Nima shovqin? Shoh binosi eshigini qaysi kallavaram sindirishga jur'at etdi? Uni sizga sindirish uchun qurib qo'yganmidi? Ha, xush manzara joylar ekan. Ammo bilasanmi, bir narsani sira tushuna olmayapman. Bu yerda shuncha yildan beri yashapsan. Nega uyga qaytmading? Saltanatga kerak eding-ku axir. Ammo sen qirolsan. Simba Skar saltanatning inqiroziga uchratdi. Ovqat yo'q, suv yo'q. Oyingni o'ylasang-chi. Bu seni burching, uniki emas. Qaytib borib Skarni hayda. Hamisha meni taxt vorisi bo'lishim mumkinligidan xavotirlanib yurardi. Aslo bunday emas. Yeomil xonimni o'rniga tayinlanadigan katta qohin akam Dayso bilan qirolichani yonini olish turgan gap. U meni valiahd bo'lishimga qarshilik qiladi.